Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Biz sizlar bilan yozma nutq kamchiliklarini bartaraf etishda olib boriladigan logopedik ishlar metodikasi mavzusida suhbat olib boramiz. Bu mavzu bo'yicha bizning rejalarimiz: birinchi reja yozma nutq kamchiliklarining turlari va ularning sabablari, ikkinchi rejamiz logopedik ishlarning mazmuni va bosqichlari, uchinchi rejamiz yozma nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashq va usullar. Ba'zida yozma nutqdagi kamchiliklar faqat nutqi emas, balki umumiy rivojlanish muammolarining belgisi bo'lishi mumkin. Shu sababli bunday hollarda logopedik tashxis qo'yilishi va muvofiq tuzatish ishlari olib borilishi lozim. Yozma nutq kamchiliklari bolalardagi turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan kamchiliklarga tovushlarni noto'g'ri yozish, grammatik qoidalarga rioya qilmaslik, so'zlarni tushirib qoldirish yoki ortiqcha so'zlarni ishlatish kiradi. Bu holatlar bolalarning maktabda o'qishi, yozma topshiriqlarni bajarishda muammolarga sabab bo'ladi. Ayniqsa fonetik-fonematik yetishmovchilik yoki umumiy nutq rivojlanishidagi kechikishlar bunday kamchiliklarni olib keladi. Yozma nutqdagi kamchiliklarning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ular orasida eshitish organlari faoliyatidagi buzilishlar, nutq a'zolarining yetarli rivojlanmaganligi, bola psixikasidagi o'ziga xosliklar va ijtimoiy muhit omillari katta rol o'ynaydi. Masalan, uy sharoitida bolaning nutqiy faolligi yetarlicha qo'llab-quvvatlanmasa yoki maktabgacha ta'lim individual yondashuv yetishmasa, bu yozma nutqdagi muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, o'qituvchi va ota-onaning bolaga bo'lgan e'tibori va yordam darajasi ham bu jarayonda muhim ahamiyatga ega. Logopedik ishlarning mazmuni yozma nutq kamchiliklarini aniqlash bo'yicha maqsadli mashg'ulotlar o'tkazishni o'z ichiga oladi. Dastlab logoped bolalarning umumiy nutq rivojlanish darajasini, fonematik eshituv, so'z boyligini va grammatik tuzilmani o'zlashtirish darajasini baholaydi. Shu asosda individual yoki guruhli tarzda tuzatish rejalashtiriladi. Logopedik ishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Birinchi bosqich tashxislash va bolaning yozma nutqdagi xatolarini aniqlashdan iborat. Ikkinchi bosqich aniqlangan kamchiliklarga qarab maxsus mashqlar orqali ularni tuzatish. Uchinchi bosqich o'zlashtirilgan ko'nikmalarni mustahkamlash va amaliyotda qo'llashga o'rgatishdir. Har bir bosqichda bolaning yoshi, individual imkoniyatlari va nutqiy holati hisobga olinadi. Ko'proq e'tibor bolaning yozma nutqda foydalanadigan til vositalariga, so'z tanlovi, gap qurilishi, imlo va pedagogik va psixologik yondashuvlarni uyg'unlashtirib, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga ham harakat qiladi. Shuningdek, ota-onalar va o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlash orqali logopedik ishlar samaradorligini oshirish mumkin. Yozma nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashq va usullar bolaning nutqiy faolligini oshirish, to'g'ri yozish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu mashqlar oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich qo'llaniladi. Bunday mashqlar tarkibiga tovush va harflarni ajratish, ularni to'g'ri talaffuz qilish va yozish, so'zni tuzish, gaplarni to'g'ri qurish mashqlari kiradi. Shuningdek, diktantlar, ko'rish asosida yozish, hikoya tuzish, jumlalarni tahlil qilish va tuzatish kabi topshiriqlar ham juda foydalidir. Bu orqali bola nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri yozishni, balki mantiqiy fikrlashni ham o'rganadi. Logopedik mashg'ulotlarda interfaol metodlardan o'yinlar, rasmlar asosida hikoya tuzish, kartochkali topshiriqlardan keng foydalaniladi. Har bir mashq bolaning qiziqishini uyg'otish, faol ishtirokini ta'minlashi zarur. Bu jarayonda doimiy rag'bat va ijobiy baholash orqali bolaning yozma nutqqa bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirish muhim hisoblanadi. Yozma nutqni rivojlantirish mashqlari davomida bolaning fonematik eshituvini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Chunki tovushlarni to'g'ri ajratish va farqlay olish qobiliyati yozma nutqdagi xatolarni kamaytirishda asosiy omillardan biridir.
Bu maqsadda logopedlar maxsus fonetik mashqlar, tinglab yozish va tovushli diktantlardan foydalanadilar. Xulosa qilib aytganda, yozma nutq kamchiliklarini bartaraf etish bo'yicha logopedik ishlar muntazam va tizimli yondashuvni talab qiladi. Maxsus mashqlar individual yondashuv va ota-onalar bilan hamkorlik orqali bolalarda to'g'ri va ravon yozish ko'nikmasini shakllantiradi. Bu esa ularning umumiy nutqiy va akademik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.